Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda bugun sizlarga obzorda don ekish uchun, urug' ekish uchun zavodskoy syalka apparatlarimiz keldi. 4 xil modelidan kelgan. Sizlarga narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. 4 xil modeli bor, har xil variantdagilari to'liq obzorni qilib beramiz. Hozirgi kunlarda ko'p dehqonchilik qiladigan akalarimiz, ya'ni donli mahsulotlar ekib turadigan akalarimiz uchun zo'r texnika ekish unumdorligini oshiradi. Albatta tez ekasiz bu bilan, hamda o'sib chiqqandan keyin bexato ekash sababi standart ekadi bular. Don ekish uchun mo'ljallangan makkajo'xori, no'xat, shunga o'xshash loviya, mosh, har qanday donli mahsulotlari ekish uchun mo'ljallangan zavodskoy syalka apparatlarimiz kelgan. Xo'p, birinchida ko'rib turgan apparatimiz, ko'rib turganlaringdek 12 santimetrlik, bu ko'proq mosh ekish uchun mo'ljallangan bo'lib, buni bunker va bunaqangi bunker bo'lmaydi, ichiga solinadi. Bunda nasatka ham bo'lmaydi, ya'ni bunaqangi dumaloq nasatka qo'yilmaydi. Bunga ikkita, uchtalab tashab ketadi. Asosan mosh ekish uchun mo'ljallangan bu syalkamiz. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 950 ming so'm chiqadi bu syalkamiz. Tepasini bo'yingizga qarab bemalol moslab olsangiz bo'ladi. O'zi mana roli oddiy mexanizm, moy poy quyilmaydi, benzin ham quyilmaydi. Qo'lda surib bemalol itarib ketsangiz bo'laveradi. Baloniga tuproq to'ldirib qo'yiladi, ya'ni mana bu santimetr kirgandan so'ng yerga tekkanda avtomatik o'zi ochiladi. Don suqib ketgandan keyin tagidan tekislab yopib ketadigan balon qismi hisoblanadi. Rollarini ham qarang, o'zingizga moslab bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Bu modelimizning narxi 950 ming so'm. Bundan keyingi modelimiz ko'rib turganlaringdek, buni tishlari ham bunga qaraganda chuqurroq kiradi, ko'rishlaringiz mumkin. Bunga qaraganda chuqurroq kiradi. 14 santimetrga terilgan. Ya'ni 14 ga terilgan. Komplektida 6 xil, 7 xil nasatkalari bo'ladi. Ya'ni mosh ekasizmi, nasatka, ya'ni boshqa donli ekasizmi, o'shanga qarab har qanday nasatkalarni qo'yib ketib eksangiz bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'lsa, ushbu ko'rib turgan syalka apparatimizning narxi 1 million 200 ming so'm chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 1 million 200 ming so'm. Bundan keyingi variantimiz ko'rib turganlaringdek, bu ham o'g'it tashab ketadi, ham don ekish uchun mo'ljallangan. Bitta nasatkasi don eksa, bittasi yoniga sirazi o'g'itini tashab ketadi. Bu ham zavodskoy, yonida bunda ikkitadan bunker qo'yilgan. Bir tomoniga don solsangiz bo'ladi, bittasiga o'g'it tashlasangiz bo'ladi. Ya'ni ekinni ekib bo'lgandan so'ng dori ishlashga hamda birato'la dorisini ham tashab ketsangiz bo'ladi. 2 xil bunkeri bor. Komplektda 6-7 xildan nasatkalari bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'lsa, ushbu ko'rib turgan apparatimizning narxini 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. Bundan keyingi variantimiz nasatkalari bir xil, tishi bir xil qo'yilgan. Buni farqi faqatgina bakini ko'rib turibsizlar, anchagina katta bak qilgan. Bunga bir 6-7 kilo o'g'it ketadi, donni bu tomoniga solinadi. Buni asosan bunkeri kattaligi hisobiga don ekib bo'lgandan keyin faqat o'g'it o'ziga ham bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Ya'ni qator ichida yurib bemalol o'g'it dorilarga, faqat dorilashga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Bu apparatimizning narxi kimga qiziq bo'lsa, 1,5 million so'm qilib beramiz. Narxlarni yana bir bor qaytarib o'taman, adashib ketmasliklaring uchun. Birinchida ko'rib turganimiz 950 ming so'm, 1 million 200 ming so'm, 1 million 400 ming so'm hamda 1 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. Manzilimiz Toshkentda Izza bozori oldida joylashgan. Orqa tomondagi rolni hamma o'zini bo'yiga qarab bemalol moslab olsalaring bo'laveradi. Qo'lda surib ekib ketsalaring bo'laveradi. Ishlash jarayonini videolarini qo'yamiz kanalda, kirib bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. Kimga mana shunaqangi zavodskoy syalka apparatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Toshkentda, dastavka Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga Isuzu stenkalarigacha olib chiqib beramiz. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar.